Feruza opa, ko'pchilik husnbuzarlarni mavsumiy deb o'ylab, asosan bahor va kuz oylarida bunga davo choralarini izlashadi. Siz mutaxassis sifatida qanday maslahat bera olasiz va nimalarni tavsiya qilasiz? Bunga birinchi navbatda yo'q deyman. Chunki husnbuzar hech qanday mavsum talab qilmaydi. Bu yil 12 oy davomida davom etadigan kasallik hisoblanadi. Buning kelib chiqishiga birinchi navbatda gijjalar sababchi. Organizmda toksinlarning, zaharlanish holatlarining yig'ilib qolishi hisobiga gijjalarimizni ko'p oziqlantiramiz. Bular esa husnbuzarlarning chiqib kelishiga, ya'ni teri qatlamlarida har qanday allergik holatlar yoki bo'lmasam terida ostida yog'larning yig'ilib qolishi va bularning yiringlar oqibatida kelib chiqishidan ugrilar, ya'ni husnbuzarlarning vujudga kelishi mumkin. Aynan bu narsani bizda davolash uchun gelmetnol mahsulotimiz, kattalar va bolalar uchun alohida chiqarilgan gelmetnol mahsulotimiz gijjalarni har qanaqa turini to'liq tushirib beradi. Hamda Esledi degan tungi kremimiz bor. Bu kremimiz nafaqat husnbuzarni yo'q qilib beradi. Bu hamma uchun kerakli bo'lgan mahsulot ajinlarni ham tekislab berishga xususiyatiga ega. Yana bu bilan qo'shimcha tarzda Чистый сосуд mahsulotimizni tavsiya qilaman. Negaki husnbuzarlarning kelib chiqishida o'sha qon tomirlarida qoladigan toksik holatlarni aynan Чистый сосуд mahsulotimiz to'liq tozalab beradi. Sizda har qanday holat bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Albatta, kerakli maslahatlarni beramiz va bizda siz uchun kerakli davo usullari hammasi mavjud. Mahsulotlarimiz O'zbekiston bo'ylab to'liq yetkazib beriladi.